to'yimliligi jihatdan sutga juda zo'r ta'sir qiladi. Buni berib yurishgan odamlar juda yaxshi biladi. Endi siz o'zingiz o'ylang, bunaqa shirin narsani yegandan keyin molni suti qanaqasiga ko'payib suvni ko'ryapsizmi? Operator, yaqinroqqa. Suvni ko'ryapsizmi? Aka, uryapsiz, suvi menga sachrayapti. Qo'liga tushib meshalkasiga solib kormiga o'sha yemiga aralashtirib beradigan bo'lsa agar, o'sha dahshat effekt beradi. Voy. Kattaligini qaranglar buni. Ya bo'ladi aka. Mana shu ham chiqadi aka, lekin 10 kilo oshiq. 10 kilo. 30 kilogacha bo'ladimi aka, rostdan fermer akamiz 30 kilo ham chiqqan deyishyapti. Men o'zim 15 kilo, 16 kiloliklarni ko'rganman. Va fermer va dehqon akalarimiz 25 tonna karmavoy Toshkentga chiqib ketyapti. Bu o'zi nima? Qanaqa mollarga beriladi? Nima afzalligi bor? Bugun sizlar bilan bu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz. Mollarini arzon, ayniqsa sut yo'nalishidagi mollarni sutini ko'paytira olmayotgan akalarimiz. Bugun biz Samarqandda Jonboy tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda sizlarga Xudo xolasa Roma akam bilan chiroyli video qilamiz. Ya'ni mana uni qaranglar. Kattaligini hozir ichkarida ham sizlarga to'liq obzorni ko'rsatamiz. Roma aka assalomu alaykum. Keling, kadrga kiring aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Aka bir kelib qolibsiz-da. Ha, Samarqandga keldim. Bu men aka men to'g'risi hali chorva sohasida unchalik eski emasman. O'shaning uchun karmavoy degan narsani birinchi marta eshitishim. Roma akam buni afzalliklarini, buni qanaqa foydalarini gapirib berishdi, men hayron qoldim. Assalomu alaykum auditoriyaga. Xo'p, karmavoy lavlagi bu o'sha yoki to'liq shakar ushlaydi o'zida yoki polisaxarid. Bu polisaxarli nima? Karmavoy lavlagi o'sha ozuqaviy lavlagi. Buni asosan sut yo'nalishidagi sigirlarga berilsa agar, buni ichidagi o'sha o'zida suv ko'p saqlashi, to'yimliligi jihatdan sutga juda zo'r ta'sir qiladi. Buni berib yurishgan odamlar juda yaxshi biladi. Buni hamma joyda dostupni bo'lmaganligi uchun juda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bu ham mavsumiy narsa. Faqat o'sha kech kuz paytida poliyadan yig'iladi. O'sha paytda yig'ilib bo'lgandan keyin odamlar o'zi bilgancha yoki yerga yoki bunkerga yoki boshqa joylarga bosib qo'yishadi saqlash uchun. Berish tartibi ham, o'zi berilish tartibini ham tushuntirib o'tamiz. Albatta, video davomida ko'rsatamiz. 30 kilogacha bo'ladimi aka, rostdan fermer akamiz 30 kilo ham chiqqan deyishyapti. Men o'zim 15 kilo, 16 kiloliklarni ko'rganman. Endi u poliyada ekib yurgan odam baribir biladi. Men 15 kilogacha ko'rganman shuni. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangiz buni to'liq obzorni qilib beramiz. Qanday mollarga yiladi, qanday beriladi, hammasini sizlarga. Mamlar ham chiqib qoladi 8 kilo. Bemalol chiqsa kerak. 8 kilolik lavlagi mana shular. Bu xudo xolasa sotiladi. Pastda nomer qo'yib o'tib ketamiz. Hozir sizlarga nechta o'ndan qayergacha dastavka qilinadi, hammasini tushuntirib beramiz. Buni bitta tepib, shunday barigini olishadigan bo'lsa, tayyor lo'lagi bo'lar ekan. Mana qaranglar kattaligi. Rom aka, endi bizga buni sut yo'nalishida bo'ladimi, bo'rdoqiga bo'ladimi, qaysi yo'nalishdagi mol boqadigan akalarimizga tavsiya qilinadi asosan? Bu o'stirish paytidagi mollarga va sut yo'nalishidagi sut berib yotgan mollarga bersak juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi yosh buzoqlarga ham zo'r bo'lar ekanda, demak. Shu oziqa ratsioniga endi buzoq deb 2-3 oylik emas, o'sha korm yeydigan, hozirga yetgan, o'sha yoshi korm yeydigan darajaga yetgan bo'lsa agar bersa bo'ladi. Og'irligini qarang, qo'l og'rib ketdi. Mana kattaligi. Mana. Kattaligini qaranglar. Yaqinroq ko'rsating. Voy. Endi buni mashina qilib yulinsa kerak-da, men ham uni o'zini pichog'ida kesib tashlashadi bitta yulib. Voy. Kattaligini qaranglar buni. Ya bo'ladi aka. Mana shu ham chiqadi aka, lekin 10 kilo oshiq. 10 kilo oshiq chiqadi. Katta narsani o'zib oldingiz. Xo'p, bu aka sutini necha foizlarga taxminan o'stirib beradi? Endi ko'pincha sut yo'nalishidagi eng katta muammosi, ayniqsa qishga keladigan bo'lsak, sovuqda baribir suti tushadimi? Qarang, savolingizga savol bilan javob beraman. Quruq somonda yem, kunjara, kepak yeb yurgan sigir qancha sut beradi? Uni yemiga qo'shimchasiga siloz qo'shilsa, qancha suti oshadi donlik siloz qo'shsangiz va bu lavlagini qo'shsangiz agar o'sha siloz qo'shilganchalik yana effekt beradi ustiga. Yo'q,
Bu deganda oddiy holatda sigir masalan jaydari o'zimizni mesniy paroda bir 8 litr sut berayotgan bo'lsa, Aha. silosni qo'shdingiz 12 litrgacha ko'tarib oldingiz, buni qo'shsangiz yana bir 3 litr qo'shimcha sut olasiz berganingizga yarasha. O'zini bemalol oqlaydigan narsa. Zo'r. Lekin sutini shu daraja. Endi ko'pincha har safar video chiqarsak ham negativ yozadi. Tabiiy usulda chiqaringlar, tabiiy usulda chiqaringlar. Tabiiy usuliga ham qanaqa negativ yozar ekanlar bilmadim. Dorilaringni qilsangchi, qo'l dorilaringni qilsangchi deyishmasa bo'ldi. Ha, endi Mayli. oziqlantirishga aralashmay qo'yaveringlar deb o'zlaricha. Mayli, chiqisi yo'q. Suti yog'liligiga ta'sir qilishini unchalik bilmadim-u, lekin suti miqdorini oshirishi o'sha tarkibidagi suvning ko'pligi va qand, tabiiy uglevodning ko'pligi tufayli sutni oshiradi. Tabiiyki qand, shakar, ya'ni Energiya u. Energiya. Energiya. Ha. Xuddi pechkaga o'tin tiqqanda energiyadek narsa. Energiya beradi bu Zo'r. organizmga. Organizmda qancha energiya zo'r bo'lsa, shuncha u yog'i ham zo'r bo'ladi. Albatta. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomer qo'yib o'tib ketamiz. Aytib o'tganimizdek, Samarqand Jonboyda. Samarqand Jonboydamiz. Tut mahallasi territoriyasida. Bu yerda juda ko'p yil kelgan ekan. Menimcha kimdir olaman desa ham bir hafta 10 kun ichida tugab qolmaydigan ob'yomda bor ekan. Lavlagi bemalol yetkazib berishigacha kelishtirilgan holatda dastavkalarni ichida qilib berishar ekan. Albatta. Narxlarni sizga aytib o'tishdi. Ha, narxlari 1200 so'mdan dastavkasi kelishilgan holatda, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib berishadi. Endi ko'pincha kattaroq ob'yomda oladigan akalarimizga albatta yo'lida qilib chiroyli qilib berilar ekan. Narxlar bo'yicha. Ma'lumot uchun agar kimdir olib uyida bitta ikkita sigir boqadigan bo'lsa, bemalol olib, ana u joduni pichog'iga o'xshab katta pichoq bo'ladi-ku, o'shanda chopsaga tez maydalanadi. Muncha ko'soq bo'ladi. Agar tiqilmaydimi bunga akam? Yo'q, tiqilmaydi. Yeydi, chaynaydi, ichkarida sirazu eriydi u. Oshqozonning fermentatsiyasiga tushgandan keyin sirazu yumshaydi bu. Ko'p mol boqadigan odamlar xuddi sokovıjmalkani, eski sokovıjmalkani diskiga o'xshagan drabilka yasattirsaga, o'ta joyda ko'rganman. Iminni faqat lavlaga maydalash uchun, lavlagi, qovoq, shunga o'xshagan narsalarni maydalash uchun drabilka yasattirishgan. Mana shu drabilkaga tashlagandan keyin muncha ko'soq qilib beradi drabilka, mana shuncha bo'lakka bo'lib beradi. Bemalol olib, mishalkangiz bo'lsa, agar sizga o'xshagan baxtim bor bo'lsa, mol boqadigan odam qo'liga tushib mishalkasiga solib kormiga, o'sha yemiga aralashtirib beradigan bo'lsa agar, o'sha dahshat effekt beradi. Men bu narsani o'zim ko'rganman, kuchini, ishini. Yo'q. O'shuning uchun sizni nimangizga, videongizga yo'q demasdan birdan men aytdim, men informatsiya berib o'tib ketaman. Mana shunday qilib, bemalol ona suvni qiryapsiz, shunchami? Aka, uryapsiz, suvi menga sachrayapti. Bemalol. Mana oling endi ko'sog'ini. Ha, ta'mi shirin ekan. O'shani jo'rasi bu. Shirin narsa. Ana endi bunaqa shirin narsani yeb qolganda maydalab o'g'lab tashlamaylik. Endi siz o'zingiz o'ylang, bunaqa shirin narsani yegandan keyin molning suti qanaqasiga ko'p suvni ko'ryapsizmi? Operator, yaqinroq qara. Buni qarang. Buni qarang. Suti dahshat. Suvni qarang. Turpdan ham ko'pda suv, eng qizig'i turpdan ham ko'p. Turp qanaqa suvlik narsa? Mana. Mas sok bo'lib yotibdi ichi. Shunday suv chiqib yotibdi. Zo'r. Buni qarang. Oson maydalanadi. Suv ikkita uchta sigir bo'lsa, bitta chopqida olib tik maydalab tashlasa bo'ladi. Menimcha bunga sut yo'nalishidagi mol boqadigan akalarimizda qiziqmaydigan odam bo'lmasa kerak. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarning ham vaqtlaringni olmagan holatda videoni qisqaroq, lo'ndaroq, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Nariyoqqa bitta ko'rsatib qo'ying. Xuddi mana shu Isuzuda xudo xolasa fermangizga, xonadoningizga yetkazib beriladi. Endi Rom aka buni uylariga olib borishgandan keyin qanday saqlanadi? Saqlanishiga vashshi farqi yo'q bu narsani. Muzlasa ham, ustiga yomg'ir tushsa ham yoki yamaga, savziga o'xshab ko'mib qo'ysangiz ham bo'ladi. Naves tagiga, oddiy misol, naves tagiga yoyib qo'yasiz. Ustini makka poya bilanmi, somon bilanmi yoki oddiy eski palas gilamchalar bilan yopib qo'ysangiz ham bir xil turaveradi bu. Muzlasa aynib qolmaydimi? Muzlasaga erisa yana qaytib o'ziga keladi. Yo'q, shu darajada xususiyati zo'r ekan, zo'r. Saqlash bo'yicha muammosi yo'q bu narsani. Umuman muammo qilishmasin. Yo'q. Bemalol olib berib ko'rishsangiz odamlarni o'zi bilishadi. Albatta. Bo'lmasa agar videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, bemalol kimgadir
Xuddi mana shundan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib olsalaring bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Albatta kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Hammalaringga rahmat. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Rom aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Charchamang aka.